Salom bolajonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Turon semiyasi, ya'ni meni semiyamni obzor qilamiz. Aytmoqchi. Shu jumladan sizlarga aytib ketishim kerakki, meni semiyamga, ya'ni Turon semiyasiga qo'shilish uchun sizlar faqat meni obunachim bo'lsanglar bo'ldi. Obzorni boshlaymiz unda, ko'p cho'zib o'tirmasdan. Hozir tashqariga chiqib, oila uyining tashqaridan ko'rinishini ko'ramiz. Meniki oddiyroq bo'lgan uy va qayerda joylashgani bu Litkarinoda joylashgan. Ichida albatta 8 millionlik remont ham bor. Oilamizda ishtirokchilar 4 ta 5 tagina bor. Hozircha albatta. Bizni semiyamiz ochilganiga xo'sh, ancha bo'ldi. Fevral oylarida ochilgan semiya. 50 ta odam bo'ldi. Juda ham ko'p odam kirdi albatta. Men o'zim 45 milliondan ziyod pul sarflaganman. Xo'sh, semiyamizga xullas bemalol kelib qo'shilishinglar mumkin. Hozir sizlar bilan birgalikda semiyani garajini ko'ramiz. Semiyani garajdagi mashinalar iloji boricha zo'r mashinalar olingan. Lexusning 7,5 millionlik avtomobili, Cadillac Escalade 8 millionlik, Mazda esimda yo'q qancha ekanligi, ammo burilishlari zo'r, haydalishi juda ham zo'r bo'lgan avtomobil. Mercedes prezidentskiy apparatimiz ham bor. Mana Lexus avtomobilimiz. Bu Toyota zo'r. Gapirmaganim yaxshi. Ularni hozir hammasini tashqariga chiqarib, biroz bo'lsa ham haydab ko'rsataman. Birinchi bo'lib Lexus avtomobilidan boshlaymiz. Turishi, orqa tomoni juda ham chiroyli, pоворotlarning yonishi ham juda ham go'zal. Tezligiga ham gap yo'q. Yetarlicha tezlik. Litkarinodan arzamasga boraman degancha juda ham ko'p joylarga urilish mumkin. Shuning uchun bu norma avtomobil hisoblanadi. To'g'risini aytsam, men avtomobil boshqarishga unchalik yo'qman. Avec mes parents, mes patrons, je suis en bagarre. Et comme ça, mon problème reste le même à cause d'elle. Le problème c'est elle, à cause d'elle. Le problème c'est elle. 7, 8, 9, hey mec, quoi de neuf? Y'a pas de neuf à toutes les meufs, qui cherchent les fake yo, comme les beurs. Mashinamizni chiroyli qilib parkovkacha qilib qo'yamiz. Keyingi avtomobilimiz Toyota Escalade avtomobilini haydab ko'chaga chiqaramiz. Bu ham juda ham seryozni mashinalardan bo'lib, juda ham bahaybat va qanaqadir salobatli ko'rinadigan avtomobil. Chiroqlari ham bir chiroyli joylashgan albatta. Xo'p, buni ham hozircha parkovkaga qo'yib turamiz. Keyingi avtomobilimiz Mazda avtomobili. Mazda avtomobilini ko'chaga olib chiqib, buni ham ozroq test drive qilib ko'ramiz. Bu juda ham sifatli yuradi, burilishlari ham juda tez, tezligi ham juda zo'r. Litkarinodan arzamasga boraman degancha shu Mazdani haydasangiz albatta urilmaysiz, faqat to'g'ri haydasangiz bo'ldi. Mazda juda ham zo'r. Короче, Mazda sila. Transport guvohnomasini ko'rib bo'lmas ekan. Buni ham hozirgina bildim.
عشقتك ما عشقتي انا اللي وفيت وغدرتي انا الغلطان ماشي انتي c'est ma faute c'est ma faute والله والله c'est ma faute y a pas de Bu confiance prezidentskiy apparat, ya'ni Mercedes 3,5 millionlikmidi, adashmasam, aniq esimda yo'q. Bu ham juda ham zo'r avtomobil. Buni ham parkovka qilib turamiz. Uni albatta bizni semyamizga qo'shilsanglar, bemalol haydab ko'rishinglar mumkin. Keyingi avtomobilimiz BMW i4 Drive elektrichkasi. Bu juda ham tez yuradi, hammaga ma'lum. Biroq burilishlari sal boshqacha, tez burilmaydi. Lekin manzilingizga juda ham tez olib borib qo'yadi. Bularni nimaga tuningi yo'q, hatto tonirovka ham qilinmagan-ku deyishlar mumkin. Albatta uni birgalikda qilamiz. Qanaqa tuning qilamiz, qanaqa vinil qo'yamiz, o'shalarni hammasini birga qilamiz albatta. Endi esa o'zimni garajimni ham bir ozroq ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Mana o'zimni garajimda Fiesta Tragim, kemam bor. Squalo kemasi. Volkswagen Fushka degan avtomobilim ham bor. Turon davlat raqami, ya'ni Danat raqami bor. Bu avtomobil abadiyga nimaga berilgan desanglar, do'konni mana shu qismidan, ya'ni transport savdo qismidan olgandim. Hozirda bu yer yopiq ekan. Xo'p, keyingi avtomobilim Fiesta Armored. Buni men stejini to'liq 2 ga ko'targanman. Ya'ni hammasi 2-darajalik bo'lib turibdi mana. Testdan o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Raqamga e'tibor bermadim, chunki buni kechagina craft qildim o'zim. Yasash toshi bilan albatta 999 Grand Coinga. Bu yerdan chiqyapmanmi deb o'ylabman men. Nimagadir ko'zimni ham davolatishim kerak. Xo'p, keyingi narsa, ya'ni avtomobil emas, mototsikl, transport. Menga juda ham yoquvchi mototsikl bu. Bu mototsiklda juda ham ko'p ishlar qilganman. Juda ham ko'p joyga borganman. Juda ham yoqadi. Xo'p, Fiesta Tragimni hozir haydayman. Ozroq atrof muhitni sayr qilamiz. Yana aytaman, avtomobil haydashga unchalik yo'qman. Yaxshi haydamayman xullas. Uyning remonti ham juda yaxshi. Xo'p, yana sizlarga yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni meni trudovoyimni, xullas, qayerda ishlaganlarim, nimalar qilganlarim, hammasini albatta tarixlari bor. Men ko'pincha qurolli kuchlar, ya'ni VChda polkovnik sifatida ishlaganman. Xo'sh, trudovoydan foydalanamiz. 3 marta polkovnik boshida, kichik serjant. Bu kichik serjant bo'lgan paytim men sabesni video qilib, sabesni o'rgatmoqchi bo'lgan paytimda edi. Afsuski, undan keyin o'yinga umuman kirmaganman. Shu bora 4 kun o'tib ketgan, keyin trudovoyimga tushgan. Keyingi betda yana polkovnik bo'lganman. Anig'i 4 karra polkovnik bo'lganman. Keyin yangiliklar tarmog'ida ham tahririyat yordamchisi bo'lganman. Sababi yangiliklar tarmog'ini men ishlab ko'rmaganman. Shuning uchun qiziqishga ishlaganman. 2-rang bo'lib. Xo'p do'stlar, yana aytaman, semyamiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta semyaga qo'shilishinglar mumkin. Faqat obunachilarim qo'shiladi bu semyaga.
Xullas mana obzorni ham tugatdik. Yana kimnidir semyasini ham albatta obzor qilib berishimiz mumkin. Uning uchun kommentariyaga o'z semyalaringizni yozib qoldiringlar. O'yindagi nomeringlarni yozib qoldiringlar. Keyin men sizlarga o'z nomerimni beraman. Menga aloqaga chiqishlar mumkin yoki Discord orqali menga yozsanglar ham, men sizlarni semyalarni obzor qilib video qilaman. Videoga like bosib, obuna tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Qo'shilmoqchi bo'lganlar kommentariyaga qo'shilaman men deylar. Albatta qo'shamiz, faqat obunachim bo'lsanglargina. Xullas, video tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Turon Grant.